Bismillah, yoqsiz bo'lsin, arzon bo'lsin, premium bo'lsin degan birodarlarimiz uchun Koreya bo'ylab bunaqa narxda bunaqa go'sht topa olmaysiz. Javob: Lipoy do'koninglar, Lipoy programmalarga kirasizlar, xudo xolasa. Premium go'shtni ulgurji narxlarda qo'yib qo'ydim. Akalar, faqat sizlar uchun bitta paritada keldi. Endi akalar go'shtni ko'rsataman. Qo'y-qo'yroq qozonamni po'shat. Endi oxirgi tarafini hech kim ko'rsatmaydi akalar. Bu faqat sizlar uchun. Oxirgi taraf akalar, yoqsizligiga e'tibor beribsizlar. Eng oxirgi taraflari akalar bemalol mana. Bunisi ham eng oxirgi tarafi. Yoqsizligiga akalar bitta komment yozib ketinglar, bepul. Zakaz berish uchun nomerlarimiz 0 bilan 3902 9991 ga telefon qilasizlar. Xudo xolasa Koreya bo'ylab jo'natib beramiz. Endi akalar bu o'rtalari, boshlari steak, pistolet qilib otib yuborsanglar bo'ladi akalar. Bu oxirgi taraflarni yoqsizligiga e'tibor beringlar. Ancha bo'lib qolgandi bunaqa yoqsiz go'sht kirib kelmaganiga akalar premium go'shtlarimizni ancha zo'r narxlarda qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa bunaqa narxda faqat Amin qassobdan topasizlar. Koreyadagi yoqsiz qo'y qo'rg'oqlar yurgan birodarlarga tashab qo'yishingizni esdan chiqarmasin. Tilim bilan kelisholmay qolyapman oxirgi payt. Koreyadagi yoqsiz qo'y qo'rg'oqlar yurgan birodarlarga tashab qo'yish esingizlardan chiqmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, men kutaman. Bu qanaqa, qanday bu? O'zingizlar bunaqa qo'y qo'rg'alar ancha bo'luvdi, kelmaganiga o'zim ham ko'rmagandim, birodarlar. Bitta baho berib qo'yinglar. Bay 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 bay.